Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Siz bilan o'qituvchingiz Usmonova Nodira Bahodirovna. Bugun biz siz bilan o'z va ko'chma ma'nodagi sifatlar mavzusini mustahkamlaymiz. Kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Oldinda yanada qiziqarli darslar bor. Sinfingiz jamoasi bilan birgalikda sifatli savatlar o'yinini o'ynang. Birinchi savatga o'z ma'nosida qo'llangan sifatlarni joylashtiring. Ikkinchi savatga esa ko'chma ma'noda qo'llangan sifatlarni joylashtiring. 28-mashqda saylanma diktant uchun gaplar berilgan. Hurmatli o'quvchilar, barchangiz ona tili darsligingizni yoping. Hozir siz bilan saylanma diktantini yozamiz. Men gaplarni o'qiyman, siz esa gaplardagi faqat sifat so'z turkumiga tegishlilarni aniqlab yozasiz. Unutmaymiz, gaplardagi faqat sifat so'z turkumiga tegishlilarini yozasiz. Baland binolarga hashamatli ustunlar qo'yildi. Moviy osmonda oppoq bulutlar sayr qilmoqda. Musaffo osmonda qushlar galasi qanot qoqmoqda. Oq, sariq, qizil kamalaklar quyoshda tovlanmoqda. Cheksiz ummon bag'rida ko'p qushlar ov uchun suvga sho'ng'idi. 29-mashq. Berilgan so'z birikmalari qanday ma'noda qo'llangan? Ular ishtirokida gaplar tuzing. Demak, ko'zi qora bola, so'zi shirin qiz, ninachiday dangasa. Ko'zi qora bola so'z birikmasidagi qora so'zi o'z ma'nosida qo'llangan. So'zi shirin qiz. Mana shu so'z birikmadagi shirin sifati ko'chma ma'noda qo'llangan. Bu yerda qizning muomalaligi, muloyimligi nazarda tutilmoqda. Ninachiday dangasa. Ushbu so'z birikmasi ham ko'chma ma'noda qo'llangan. Ular ishtirokida quyidagicha gaplar tuzib yozish mumkin. Tadbirda ko'zi qora bola she'rni chiroyli aytdi. So'zi shirin qiz mehmonlarni ochiq chehra bilan kutib oldi. Aziz ninachiday dangasa bo'lib, ertalab turishni yoqtirmaydi. Qadrli o'quvchilar, siz ham tuzgan gaplaringizni sinfdoshlaringizga o'qib bering. 30-mashq. Taqqoslang, qaysi so'zlarni o'z ma'nosida, qaysilarini ko'chma ma'noda qo'llaysiz? Bu yerda shirin so'z boshlovchi, qopag'on it, ozoda qiz, qo'ydek yuvosh, bulbuldek xushovoz, echkidek epchil, quyondek qo'rqoq, ichiqora inson va toza yurak so'z birikmalari berilgan. Aytingchi, mana shu so'z birikmalardan qaysilarini o'z ma'nosida, qaysilarini esa ko'chma ma'noda qo'llaysiz? Qopag'on it, ozoda qiz so'z birikmalari o'z ma'nosida qo'llangan. It haqiqatdan ham qopishi, ya'ni tishlashi mumkin. Ozoda qiz esa toza, saranjom sarishta degani. Biz qizning yoki umuman insonlarning tashqi ko'rinishi ozodaligi, saranjom bo'lishini ko'z bilan ko'ra olamiz. Agar sifatni ko'rib, sezib, tekshirib bo'lsa, u o'z ma'nosida qo'llangan bo'ladi. Shu sababli mana shu so'z birikmalari o'z ma'nosida qo'llangan deymiz. Ko'chma ma'noda esa shirin suxan boshlovchi, qo'ydek yuvosh, quyondek qo'rqoq, echkidek epchil, bulbuldek xushovoz, ichiqora inson, toza yurak so'z birikmalarini olamiz. Shirin suxan degani shirin so'zli, yoqimli gapiradigan degan ma'noni bildiradi. Bu yerda shirin sifati ta'mni emas, balkim nutqning yoqimliligini bildiradi. Qo'ydek yuvosh. Avvalo, inson qo'y emas. Uning yuvoshlik xususiyati qo'yga o'xshatib aytilgan. Shu bilan birgalikda dek qo'shimchasi o'xshatishni bildiradi. Demak, ushbu so'z birikmamiz ko'chma ma'noda. Quyondek qo'rqoq. Bu yerda ham avvalambor inson quyon emas. Qo'rqoqlik quyon bilan qiyoslab ifodalangan.
echkidek epchil. Demak, insonning chaqqonligi echkining harakati bilan qiyoslab aytilgan. Bulbuldek xushovoz. Insonning ovozi bulbulga qiyoslangan. Bulbul bu ramziy timsol sifatida berilgan. Demak, ushbu so'z birikmasi ham ko'chma ma'noda. Ichi qora inson. Aslida insonning ichi haqiqatda ham qop-qora rangda bo'lmaydi. Bu ibora yomon niyatli degan ma'noda ishlatiladi. Shu sababli ko'chma ma'noda qo'llanilgan. Toza yurak. Yurak bu tana a'zosi, lekin bu yerda a'zosi nazarda tutilmagan. Toza so'zi halol, samimiy ma'nosida kelgan. Doimo yodingizda tuting. Agar sifat bevosita ko'rinmaydigan his-tuyg'u, xarakter yoki o'xshatish orqali ifodalansa, u ko'chma ma'noda qo'llangan bo'ladi. Bugungi uyga vazifa 31-mashq. O'qish savodxonligi darsligidagi merosga kim munosib rivoyatidan olingan gaplarni to'g'ri va noto'g'riga ajrating. Noto'g'ri gapni to'g'riga aylantirib yozing deya topshiriq berilgan. Keling, avval merosga kim munosib rivoyatini o'qib yodga olamiz. Merosga kim munosib? Rivoyat. Qadim zamonlarda mo'ysafid bo'lib qolgan badavlat otalardan biri voyaga yetgan 5 o'g'lini yoniga o'tqizib, o'g'rilik, poraxo'rlik, kishi haqqiga xiyonat, tuhmat qilish gunoh ekanini tushuntirib, bunga amal qilmaganlar jazoga tortilishi va merosdan mahrum qilinishini aytibdi. Kunlar o'tib, farzandlarining halolligini sinab ko'rish niyatida o'g'illarini shahardan tashqariga saylga olib chiqib, har yerga oltin solingan hamyonlarni tashlab qo'yibdi. Ayrimlari buni ko'rmagan bo'lsa, ko'rganlari otam buni sinash maqsadida qilgan bo'lsa, ko'rib qolib merosdan mahrum etishi mumkin deb olishga jur'at etmabdi. Ammo kenji o'g'li hamyonni ko'rishi bilanoq qo'liga olibdi-yu, atrofga olazarak ko'z yugurtiribdi. Hech kim yo'qligini sezgach, darhol ko'zdan g'oyib bo'libdi. Buni kuzatayotgan akalaridan biri o'z pokligini bildirish niyatida darhol otasiga bo'lgan voqeani ma'lum qilibdi. Bundan hayron bo'lgan ota sukutga tushibdi-yu, biror gap aytishga shoshilmabdi. Kechqurun o'g'illari jam bo'lib voqeani surishtirayotganda, kenja o'g'il, "Mening sizlardan ajralib kech qolishimning boisi shuki, hamyon ichida oltin tangalar borligini ko'rishim bilanoq yo'qotgan odamning ahvoli buni ne mashaqqatlar bilan topib, ne niyatlarda yig'ganligi-yu, yo'qotgan chog'dagi nolalari xayolimga kelib, uni topish uchun odam izi tushgan tomonga yugurdim. Egasi chiqmagach, ko'pchilik orasida bir faqirga xayr qildim" degan javobni aytibdi. Buni eshitgan ota, "Barakalla, ofarin, butun meros senga" deganda katta o'g'il, "Ota, axir bu insofdan emas-ku. Yerdagi hamyonni men ham ko'rgan edim, lekin birovning haqqi menga harom deb olmagan edim. Meros menga bo'lmay, nega bunga bo'ladi?" debdi. Shunda ota, "Sening olmasliging birovning haqqidan qo'rqishing, rahm shafqat, halollikdan emas. Olganimni kimdir ko'rsa-yu, bundan otam xabar topsa, merosdan mahrum qiladi degan hisdan tug'ilgan. Kimdandir qo'rqib jinoyat qilmaslik bu poklikdan emas. Ukangning qilmishi esa qonuniy jazodan qo'rqqanligidan emas, ichki e'tiqodidan, insonlarga bo'lgan mehrdan" deb javob bergan ekan. Mana rivoyatni ham eshitib oldik. Endi birgalikda jadvalni to'ldiramiz. Birinchi mulohaza. Qadim zamonlarda bir podshoh bo'lgan ekan. Albatta ushbu fikr noto'g'ri. Qadim zamonlarda mo'ysafid bo'lib qolgan badavlat ota bo'lgan ekan. Ikkinchi fikr. Badavlat ota 4 o'g'lini yoniga chaqiribdi. Bu fikr ham xato. Badavlat ota 4 emas, 5 o'g'lini yoniga chaqiribdi. Uchinchi fikr.
u o'g'rilik, poraxo'rlik, odam o'ldirish, kishi haqqiga xiyonat, tuhmat gunoh ekanini tushuntiribdi. Ushbu fikrni ham noto'g'ri deb qabul qilamiz. U o'g'rilik, poraxo'rlik, kishi haqqiga xiyonat, tuhmat qilish gunoh ekanini tushuntirgan. Rivoyatda odam o'ldirish degan jumla yo'q. 4-fikr, akasi hech kim yo'qligini sezgach, darhol ko'zdan g'oyib bo'libdi. Bu fikr ham xato. Kenja o'g'il hech kim yo'qligini sezgach, darhol ko'zdan g'oyib bo'lgan edi. 5-fikr, eng kichik uka meros unga bo'lishini talab qilibdi. Bu fikr ham xato. Aslida kichik uka emas, balki akasi meros unga bo'lishini talab qilgan edi. So'nggi mulohaza. Kimdandir qo'rqib jinoyat qilmaslik bu poklikdan emas. Bu fikr esa to'g'ri. Endi jadvaldagi xato mulohazalarni to'g'riga aylantirib yozamiz. Birinchi gap. Qadim zamonlarda mo'ysafid bo'lib qolgan badavlat ota bo'lgan ekan. Ikkinchi gap. Badavlat ota 5 o'g'lini yoniga chaqiribdi. Uchinchi gap. U o'g'rilik, poraxo'rlik, kishi haqqiga xiyonat, tuhmat qilish gunoh ekanini tushuntiribdi. 4-gap. Kenja o'g'il hech kim yo'qligini sezgach, darhol ko'zdan g'oyib bo'libdi. 5-gap. Akasi meros unga bo'lishini talab qilibdi. Rivoyatdagi insonlarga xos ijobiy va salbiy xislatlarni ikkiga ajratib yozamiz. Ijobiy xislatlar: halollik, poklik, rahm-shafqat, mehribonlik, insof, saxiylik, vijdonlilik. Rivoyat bizni ana shunday ijobiy xislatlarga ega bo'lishimiz kerakligini uqtirmoqda. Ochko'zlik, o'g'rilik, poraxo'rlik, xiyonat, tuhmat, qo'rqoqlik va jinoyat kabi illatlar gunoh ekanligi aytilgan. Bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi darslarimizda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.